Ma'qul hamsa, ma'qul. Xo'sh hamsa. Bo'ylarga berishinglar. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Ma'qul, ma'qul. Obdan tabrik qildi. Shundoq. Ma'qul hamsa. Ma'qul. Xo'sh hamsa. Bo'ylarga berishinglar. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Hocam. 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 Mana buningday to'rt yong'oq ekan. Endi bizning kepelik masalamiz bor. Hocam. Oy. Dada, qaytib keldingiz. Dada, nima bo'ldi? Hocam. Oy. Oy. Hocam. Oy, bilemem. Oy. Oy canım. Dadamga nima bo'lgandi? Shundayman. Hürmetli rehberler, ustazlar, savakdaşlar. Mərifətpərvər Hüseyin Hacı məktəbimizə yıllardan bu yan maddi və mənəvi cəhətdən yaxından yardım qılıvatıdı. O bu mövsümdə məktəbimizdə qiyinçilik və 30 nəfər oxuğucunun oxuş material pullarını götürüşü ilə birgə yeni məktəbimizə 30 min yuan nağd pul və 300 qur kiyim iyanə qıldık. Biz bu mərifətpərvər saxavət egisi Hüseyin Hacığa qızğın alqış yanğırtaylık. Mang bir qarаңыз singlim. Bek chiroyli bo'lib ketdingiz. Cho'g'lab berma. Singlim shunday yarashibdi. Acha, hacım dadam pek yaxshi. O her yili bizning maktabga yardım qiladi. Qushpasli qolaydigan ko'mirdan tortib, yana nurg'un o'quvchilarning o'qish pulini o'z ustiga oladi. U bek yaxshi odam. Keldingizmi dada? Dada, qarang, kiyimimiz yarashibdimi? Dada, qarang. Kiyimim yarışdimi? Bu kiyimler nerede aldınız? Ben de bir sorak siz. Yeni kiyim aldınız mı? Nerede pul aldınız? Dada, bu kiyimlarni Hüseyin Hacıqan məktəbimizə namarat oxuğucularga yardım qilib ketdi. Shu qatorda bizga taqib berdi. Hüseyin Hacı? Bu kızıl göz oğru. Yaxşınam atak erişimiz üçün. Köz buyamçılık qilib da. Dada, hacım dadam pek yaxshi. O maktabimizga her yili yardım qiladi. Tolu gep qilmay, mana. Kiyimni ben özden ep vermem. Tolu gep qilmay, uçağındakilerini silip Dada, fuqalarımның kiyimi qamaptı. Boptu, ularni kiygil qo'ying. Elim fuqalarınızın üstü beşi yalnız qağını yok ko. Mani emdi meni numusunu öldüreydi otamsizlar. Ha? Dada, fuqalarımның kiygan kiyimini ba'zilab putiga paytim mumkinmaydi. Hüseyin Hacıqam yalğız bulağıl yardım qilgani yo'q-ku. Rayonimizga barliq ma'rif oralarga qo'ldan kelish yardım qilyapti. Bu yil oliy maktabga imtihon berib yuqori nomer bilan o'tgan 4 saboqdashimni o'zimdan pul chiqarib oliy maktabga evatib, ularga va ularning oilasiga xo'jalik ato qildi. Asli sizmi shunday qilsangiz bo'ladi-ku. Sizningmi nurg'un pulingiz bor-ku, dada. Bo'ldi. Puluman işi uyutumen demey. Bularning usti kiyimlerini derhal saldırı öten. Dada, undaq deymisiz-chu. Dada, biz yeni kiyim kiysak nima bo'ladi? O'zingizga ep bermaysiz, boshqa ep bergan yo kiygil qo'ymaysiz. Dada, cuma gün maktabimizde faaliyet ötkazmoqchi. Bizni savaqdoshlarımizga o'xshash chiroyli kiyinib, xo'shal ko'ram yursak deymiz. Shu faaliyetini bir kun kiyib olaylik-chi. Bo'lmaydi degandikin bo'lmaydi.
sizlarga o'zim vaqt chiqarib yangi kiyim olib beraman. Bo'pti, ukalar. Dadamning gapini anglaylik. Hozir saldirib o'tam. Ocha, siz bo'lsin ma'quldanga. Bir kun kiyib olaylik-chi, ocha. Ocha, ma'quldanga. Faqat bir kunlik kiyib olaylik-chi. Ondan konu kiyimimizni kiysakmi mayli? Kiysak bo'lmamdi. Bo'pti, ukalarim. Hozircha mushundaq o'tib turaylik. Keyin o'zimiz ishlab pul topganda sizlarga cho'qim yangi kiyim olib beraman. Bo'lamdi, ukalarim. Ma'qul deb kiyimlarni silaytinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tekishmo. Bu yog'ochlarni qanchadan sotdingiz? Danisini 70 qo'ydim. Tanesi 75 koy. Qancha tal yog'och bu? 10 tal. 700 koy berdingizmi? Kambula hajimga sizga naq basin dedi. Ko'rik salay degan, dememsiz. Ko'rik. Ko'rik saldigan shu olsa beray. Undan olsa aldım. Chiqinglar yigitlar. Operativ ishga tutishga qashtiringlar, ha? Chuh. Tezroq bo'linglarmisa? Bu yog'ochlarni qanday sotdinglar? 100 qo'y. Agar sening o'rningda men bo'lsam-chi, bunda qamlashmagan planni hargiz tuzmaydim. Gapimni anlab bir mezgil chidig'i. Voy jon, endi qo'ya, men faqat chidamadim. Badanidan sesqmay turib turadigan giri o'g'ri bilan to'qlashni o'ylasamda ko'nglim ilishib qisqim keladi. Hey, bir necha kun chidig'anga jinon chiqib ketamdi. To'y qilib bir necha kunning ichida planimiz amalga oshami? Albatta. Amsi bo'pti, qo'shilsam-mi qo'shilay, lekin shartim bor. Qanday shart? Ish tugagandan keyin biz erishmoqchi bo'lgan mol dunyoning 3dan 2sini. Nima? 3dan 2 qismi? Asiya, bundaq desam qanday bo'ladi? Bo'lmasa qilmayman, o'zim qil. Bu ishni sendan boshqa odam qamlashtirolmaydi. Endi bo'lganda bundaq desam qanday bo'ladi? Deganimga ko'namsan, yo'q. Bo'pti. Deganing bo'yicha bo'lsin. Biroq har qanday ish mening o'rlashtirishim bo'yicha bo'ladi. Xotirjam bo'la, o'rlashtirishingga bo'ysunma. O ko'rikni kim yastık qo'ygandi? Üstünki mahalladagi yaxshi niyatlik yog'och tog'ingiz yastık qo'ydi bolam. O'sha odam shumi? O odam emas bolam. O Quvonchuyin degan shu. Quvonchuyin, men u odamning yog' sotganligini ko'rgan. Ras, o Quvonchuyinni ishlar bir yog'chi deb atashadi. Hozir o'z Quvonnayran Quvonchuyin deydi. Nimish qundoq deydi? Nemish qiladi o'g'lim? O odam yog' sotsa taroziga yelinayran ishlatadi. Qichig'iga chigitlayni aralashtirdi. Chuyindek qattiqlik qilib, elga naptamaydi. Dili intayin qorong'i pasiq odam u. Pasiq degan nima gap bu? Pasiq degan-chi, o'zini tanimag'anlik degan gap bolam. O'zini tanimag'anlik degan-chi? Ma bolani, bo'pti tushuntirib qo'yay. Shunda qilinglar, bizni yana pasiq, o'zini tanimaydigan bo'lib qolmaydi. Sizni kichigingizda yaxshi tarbiyaladi. Hargizmi pasiq, dili qorong'i odam bo'lib qolmaysiz. Shunda da pasiqning aniq ma'nosini topmadingiz-ku. Uning ma'nosi cho'nqur, ham jiq bolam. Sizga oddiylik qilib tushuntirib qo'yay. Pasiq kishilar yaratgan egisini tanimaydi, uningga bo'ysunmaydi. Bara-bara dili qorong'ilashib, jahondagi barliq eskishlarning hammasini qiladi bolam. Ha, endi tushundim.
Oy, oy. Sta. Abla. Maguyning motosikletini qaramamdigan. Xap. Ha. Assalomu alaykum, Alaykum qo'naxon. Motosiklet japasaga o'xshamamdi. Oldichoqning yel chiqib ketdi shu. Men yordamlashaymi? Bo'ldi, o'zim yetishiman. Men mengayveray. Ha. Uçraşkan gözler Hincilikten kızargan anlarda yüzler İsimden o nigarım köyüşken ayrılmayayım mengüden söğüşken tüller isimden o nigarım köyüşken güller ayrılmayayım mengüden nigarım uçraşkan gözler Hicillikten kızargan anlarda yüzler İsimde mi nigarım köyüşken küller ayrılmayayım mengüden söğüşken tüller İsimde mi nigarım köyüşken küller ayrılmayayım mengüden söğüşken tüller
O'tniga ep qo'ydim. Endi qo'rqmassiz? Qo'rqmayman. Otni menga eleyverib qotiningizdagi qo'ylar oshqamsin yana. Qotandagi qo'ylarimning yeydigan nesisi va siz xotirjam bo'ling. Nimaga? To'yimizda o'ltiradigan qo'ylarning o'riqlab ketishidan ansirayotamdikin deyman-a? O'tib bering, kim siz bilan to'y qilg'idik? Voy siz, siz uchun bir umr o't terib yurib ekanman-da. Xotirjam bo'ling. Vaqti kelganda-chi ot ag'izmayman. Rasma? Ras. Arslan! Ben bilib aldım. Tez bu yoqqa chiqing. Arslan! Arslan! Çaq qilmang. Endi chiqmasangiz ketaman jimo. Arslan! Ketdim emsa. Hey! Eski hacap qo'rqitib etdingiz. Shundaqmi chaqchaq qilgan bormi? Bo'ldi, xafa bo'lmang. Sevitingizga tayyor o't yeb qo'ysam-mu, xafa bo'lamsiz, ha? Da qo'rqitib etdingiz. Bo'ldi, xafa bo'lmang. Endi sizga bunday chaqchaq qilmayman. Ha, akalar, men ketiray. Men ketiray olay. Ha, mana. Haqning bozor ishdik mening kasatlab yurmay amalni qilsin sumamdi. Ha? Amalni qilmadimikin demsiz? Do'konning oldidan necha qatim kontamdan chiqqan har kunaksizda sirlab baqdim. Shuncha amallarni qilgan bo'lsam-mu, hech qaysining unum bo'lmadi. Men sizga bir yo'l ko'rsatay, ya. Men deganda qilsangiz u boyning bozorini ishtik tatib olsiz. Qanday amal u? Navod uning bozorini rasul tatib oldigan ish bo'lsa, men qilaverman. Hüseyin Hacı'nın bekideki yığığa yoki sonliqdagi qıtsığı zahar aralashtirib uning bozori shu kundan boshlab to'xtaydi deganga. Nima? Shundaq, navoda boshqalar zahar silingan yog'ni yevilib necha odam o'ldigan bo'lsa, hukumat uning yog' do'konini shu omon pechatlaydi. Bu chog'da bozor sizni. Voy, bu buldigan charkan-ku. Mush necha kun ichildi boshlaydi. Necha kun deysiz-ku? Bugunni boshlaydim. Agar tutilib qolsam, voy jon, temirni qiziqida so'q deydi.
Meya qo'ya bolam. Bo'ldi. Yana birini olib chiqay bolam. Qo'ya bolam. Men mağdım acımka. Ostroq mavjumi bolam. Bo'ladi. Yo'lda avaylab mang'asan. Ustam, yana buyuradigan ishlar bormikin? Yo'q bolam. Men ayvagin. Men ishimni tugatib qilib keyningda yetishiman. Her qaysan qulog'ingni ding tutib anglash. Bugundan boshlab bu uydagi hamma narsa xonachangning bo'ldi. Sen yetim o'g'loqlarning burunqidek vaqirishib, joqirishib o'ynaydigan kuninglar endi tugidi. Mening oldimda unda qilishinglarga ruxsat yo'q. Anlaşdыңmı? Ovozingni chiqarib kulishmaysan. Mendan beso'roq hech qanday ishni qilishinglarga yo'l qo'yilmaydi. Senlar diqqat qilishga tegishli ishlar. Hey, maktabda o'qiydigan ma ishking. Har atdiganligi uydan osh yegandan keyin somkaga non olmay maktabga berishsan. Xosiyat qiz, sizchi har atdiganligi ko'z idishlarni liq-liq to'shqisiz. Bo'ylini supurib suv chaqsiz. Etdiganlik kashlik tamoqlarni o'z vaqtida pishirsiz. Yana har 3-4 kunda bir qatim kirqatlar yuyilib, tozalanib turish kerak. Bildingizmi? Hamid, sen barliq yuguritim ishlarning birini qo'ymay o'z vaqtida qilsin. Yana itizeriqning ishi o'tin yerish degandek. Delnur, sizchi kataktik to'xolarga kunda dan yersiz. To'xo kuniga bir tal tuxum tug'masa, quloqingizni yulib olaman. Har qaysan anglashdingmi? Ishni boshlanglar. Apam bo'lgan bo'lsa, unda qolmasin. Shundoqmi? Mana. Qancha pul bo'ldi? 9 ko'y bersangiz bo'ladi. 9 ko'y? Kesler. Mana. Kesler. Ukam, 30 kilo yağılay degan to'yga ishlatmoqchidim. Arzonroq berasizmi? Arzon bag'il bo'lmaydi aka. Hammasiga o'xshash. Bo'pti, alay. Bu yoq kesler. Necha pul oldu? 270 ko'y.
Maqlamsa, kettir ala. Rahmat. Dada, to'xo kaptarlarim o'zligidil o'lib qilyapti. Qarab baqsingizchi. Kesel tekkende oğlum. Chiqib qarab beqinga. Ma'qul, hozir chiqay. Amin. Allohu akbar. Mana qarang dada, it degandili bir obdan turadi. Oy, nim bo'lganda bu jonivorlarga? Nim bergantin o'g'lim? To'ch ichib bersam, yeyapti o'zligidil o'lib Asta, qilyapti. nim bergantin? Kuchivagan shu. Asta. Bu yağının təmini ait yaxşı ki. Bundaqmı? Bu yağ. Ha, toktangla. Bu yağını asanla bombaydı. Bu yağda zehir var. Mahmutcan yağını Hacım sen kapı. şu toksun deymen. Yağ bombaydı. Toksun. Bombaydı dedim bombaydı. Keçirin ola. Yağını setiş bombaydı. Mahmutcan pullarını kaytırıp verip yağını satma. Oldu. He, yeni kimlergi sattınız? Ha? Bayma işqilib chiq adamlar aldı. Estağfurullah. Derhal pullarını kaytırıp verin. Nima oldu hacım Bu ka? yağda zehir var. Çapsan bulun. Estağfurullah. Söyle yar beni unuttun mu? Kopardın mı yüreğinden? Sildin mi anıları? Gömdün mü birer birer? İşla qanıqıraq. ishlar joyida. U hozir mening sizg'an sizig'imdan chiqmaydi. Hey, Asiya. Qachon qo'l salsaq bo'la? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Qo'sha. Aldırmanglar. Sizlarga aldırmanglar. Ha, sizlarga bor, aldırmanglar. Bir-birlab kelinglar. O'chiradilar kelmamsizlar, o'chiradilar. Mana hozirda beraman, hozirla. Mana. Hozirda keldilar, aldırmanglar. Ha, aldırmanglar. Mana hozirla. 25 ga oldu. Ha, bo'ldi. Ha, ham siz keldi. Ha, siz aldırmay turinglar, hozir keldi. Aldırmanglar. Voy, aldırma. Hozir bo'ldi. Aldırmanglar. Ha, bir-birlab. Estağfurullah. Bo'ldi ustam. Unchola qo'rqib ketmisizlar. Men dexe nima ish oldi ekan debdiman. Bu nimdigina? Bu degan necha yuz odamning hayotiga munosabatli ish tursa. Gapimni anglasizlar. Men dexe o'yindan kelgan qichini ishlatmadim. Nima? Baldurroq desang bo'lmasmidi? Estağfurullah, ajab qo'rqib ketdim. Derhal bu qishlarni ko'zda yo'qot. Ustam bu qichining hammani yo'q deytamdoq. Hammani ko'ydirib o'tayli. Ustam bu qichilarning hammasi 10 tonnadan oshidi. Bizga ziyon bo'lmamdi ustam. Biz qanday qilamiz? Uni yoqtatib satimizmi? Nurg'un odamning hayoti bilan o'ynashimizmi? Ustam bu zahar chashsimi qichining hammasiga zahar chashmagandi. Tekshirib ish qilmamdoq ustam. Qandoq nimaning qilishidi bu? Bo'pti, tekshirib boqaylik.
Xosiyat. Qilgan ba'zi chaqchaqlarim ko'nglingizga kelmaganda. Yo'q, sizga o'xshash qiziq chaqchaq qilgan odam bu dunyoda kim topilgan tursa. Xosiyat. Men sizni nemanchalar yaxshi ko'rgandiman. Men shuni o'ylab qoldim. Nimani o'ylab qoldingiz? Navoda sizdan ayrilib qolsam, men nima bo'lib ketgandiman? Balkim men sarang bo'lib qolishim mumkin. Bu nim deganingiz Arslan. Nima shunday ketgan deysiz? Men sizni qavatli yaxshi ko'raman, Xosiyat. Sizga ishonmaganligim emas. O'zimmi bilmayman, ish qilib yaqin yoqi ko'nglim eg'itib turdi. Sizdan 1 minutmi ayrilgim yo'q. Menga ishonmay yetibsizda. Muhabbatimizni hozirmi ko'malinamsiz? Yo'q, undaq emas. Bizning muhabbatimiz haqiqiy muhabbat. Qalbimizda hech qanday shak shubha yo'q. Tamamen insoniy axloq fazilatga uyg'un pok muhabbat. Mening bu muhabbatdan gumonlanishga hech qanday asosim yo'q, Xosiyat. Arslan. Siz oliy bilim yurtiga menish oldi turayotsiz. Sizning xo'shal xo'ramalda men bilan xo'shlashishingizni. Urumchiga borgandan keyin meni aslab turishingizni umid qilaman. Menga ishoning. Sizdan vaqtli ayrilish oldi turgan bo'lsam-mu, sizni eslab turaman. 1 minutmi esimdan chiqamayman. Sizni kutaman.
Assalom. Va alaykum. Xosiyat qiz to'limi xushxo'y, uchiq yuriq qiz bo'lgan. Yaqindan beri chiroyi ichilmay, sulashgan guldek ko'ngli yerimli yuradi. Uning hammasi Asi degan chayaning zaharxandiligi bo'lmamdi. Hey, o intayin şapkasız yaman çokan desile. O çokanның qachon oyog'i tegdi bu uyga, shundan boshlab bechora balalar qarzorlikda yashavatmamdi. O cho'qancho xeli men degan erlarni o'stan bo'yiga opirib sug'amay akilamiş. U deganchu, iliq ko'li degan yerlarda yurib, dili qaradab, yurak yo'g'inab, odam qalbidan chiqib ketibdimish. Quvonch uyini hajab o'ngay indaki keltirdi desek, beshidan nurg'un issiq so'g'uq o'tgan nemekanda u. O hali cho'ng, chayan cho'kanning jahonda tepilmagandek quvonchini yirtib qag'ini qiziq bo'ldi-da. O quvonch uyinga emas, pul meliga qiziqib qolgan gap. Albatta shunda olmaychu. Bo'lmasa hamma qozonda qaynab chiqqan, bir tishlamgo'sh saq chiqmaydigan, ko'migini oz qolgan bir shaytonza, quvonga o'xshash qasmoq shapkini yartamdi. Albatta puliga qiziqqan gap. Quvonching ayoliga bek zo'migarlik qilgan. Endi ziq toshqan o'xshaydi. Biriga qilgan birda qolmaydi. Bu degan o'tni olam desizlar. Ras. Hamma ishlar joyida, xo'jayin. Malning bir qismini tayyorlab qo'ydim. O ishlardan xotirjam bo'ling. Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Mendiki mallarning hammasi ota-onasi yemay ichmay boqqan simiz qo'lchaqlardan, ha? Manga ishina. Ay, ben sizni qachon aldab boqqan xo'jayin? Bo'ladi. Ma'qul. Xo'shamsa, manga ishina. Xo'sh. Bugun savdo toz yaxshi bo'ldi nima ustam? Ahmet geldi, Ahmet. Bu Ahmet ofatga aylanib qolmasa bo'ladi-ku. Hey Şayip, hacep uzak geldin go. Kasım Mentan çayxonasi shuncha yaqin tursa. Oy, basam çay tek qaynamapti-ku ustam. Çay qaynag'icha birdan o'tirib qoldim. Qaraganda bu Kasım Mentanmi çayni bir mocha o'stagandan beri çayni qaynatadigan bo'lib o'xshamamdi, ha? Qiziq gap qildi ekansiz ustam. Biz qichi yig'iga chigit yig'ini aralashtirib satsak, boshqalar bilmagan bilan qaynoq suvga sovuq suvni aralashtirsak, o'qib qoladi ekan emasmi? Не жди, я бы улетел к облакам, да крыльев нет, манит меня издалека тот звездный свет, но звезду достать нелегко, хоть цель близка, и не знаю, хватит ли сил для броска. Я подожду еще чуть-чуть и собираться буду в путь. Вслед за надеждой Qaytamdi. догорай, звезда моя. Постой. Voy. Çaydan hep kirdiniz bana Sugul? Ha, isil çay tayyorladim. Hazırla kirega. Ma'qul.
Bağan sire yaxshi bo'lib ketyapsiz, Azigül. Omoqlashib, chiroyliqlashib. Herib charchab kelganingizda yaxshi kutib olmasam bo'lmas. Chay iching. Rahmat sizga. Bugungi savdom bak yaxshi bo'lib ketdi deng. Necha vaqtdan beri saqlanib qolgan maylarning hammasini bir setib tugatdim. Hajab yaxshi bo'pti. Ko'nglim endi xotirjam bo'ldi. İçine? Rahmat. İçin. Qo'zg'im ajib ashqatdi. Sen... Sen... Ülküdü, haltına gel. Çapsam bana gel. Yumurta kıyır değil mi bu? Oldu mu? Bo'ldi. Ocha, bugun kecha nimanda qarang'i? Ay tutilibdi singlim. Aymi bo'lmasa jahannam qarang'i bo'lib ketadi. Ay nima ish tutiladi? Sizgacha singlim. Keyin deb beray bo'lamdi. Nima ishqa? Kecha bilan kunduz bo'ladi. Bu degan qonuniyat. Uyga kirib sizga to'liq tushuntirib qo'yay. Etrafga qarab baq. Odam bormi yo'q? To'xtab turing.